Ertalabdan spokойно makiyajlan qilib ishga ketayotganimda, yo'l o'rtasiga kelganimda birdan eshikni qupladimmi yo'qmi? Ha, qupladim. Quplamadimmikin? Qupladimmikin? Yo'q. Sumkamni olib keyin quplamoqchi edim. Sumkamni oldim, keyin qupladim. Ha, qupladim to'g'ri. Voy, quplamagan bo'lsam-a, endi nima bo'ladi? Voy. Qoplamagan bo'lsa orqaga qaytaychi. Bir o'zim ko'zim bilan ko'rib keta oldim. Biladimmi? Qaradim. Voyjon, tezroq Solihaga borib shu bolani obzor qilib bermaymizmi? To'ppa-to'g'ri kelin poshsha yura qoling tezroq. Qaddi qomatlarni har doim ushlab yuradigan hoji onam endi ham kelmaysizmi? Hojon nafaqat sarva qomat hojoni, yosh kelinchilarni ham sarvalariga qo'ysanglar bo'ladi. Ixchamgina kelishgan kelin poshshalar sizlarni kutmoqda. Uzuni deysizmi, kaltasi deysizmi, cho'kosi deysizmi, qorasi deysizmi? Hammasidan bor. Altiga 600 ming so'm. 600 ming 600 ming qatlida qolib ketmaydi. Kelin poshsha buvijonlarga hadya qilsanglar, sarpalarga qo'ysanglar, qizlar-yu kelinlarni olib kelsanglar, duolarni teyida qolasiz, tez shoshilib qolinglar. Razmerlari turk razmerida 38, 40, 42, 44 gacha qoldi. Ulgurib olinglar. Vyazini yeb. Ulgurganlar darmonda, ulgurmaganlar armonda bo'lib qolmanglar. 600 ming eslatib o'tamiz.